Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Biz yana bir obyektimizda Andijon viloyati Chinobod qishlog'iga yakuniga yetkazdik. Ishimiz bo'lib baho beraylik. 35 million so'mga ko'ngilli hamma narsa ichida slivlari, vodostoka, tunkofon, nerjaveka hamma xizmatlarni 35 millionga ko'ngilli bitkazib berdi. Ishimiz bo'lib baho beraylik, yo'qsa bitta like bosib qo'ying. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Ushbu obyektimizni ko'ngilli mana ko'rib turibsizlar. Tunkofon ishlarini qilib berganmiz, slivlarni ham o'zgartirib berganmiz. Atsinkovadan qo'yilgan ekan, ancha iskib qolgan ekan, mokriy rangga o'zgartirib berdi. Tunkafonlarimizni oppoq matviy tunkalarimizni 0.4 qalinlikdagi tunkalarimizdan qilib berganmiz. Ishimizni ko'rib baho beraylik, o'qinglar. O'ta ham ideal holatda cho'tki chiqdi, xudo xolasa, alkofon bilan bemalol tepishaveradi, xudo xolasa. Choklarga, burchaklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Hech nima tutalmagan, xudo xolasa, tabiiy holatda keltirilgan. Odamlar miyaziga o'rnab qo'ygan ekanda birdansa choklarga germetka ustab keltirish ham oddiy holatga aylanib qolibdi. Bizda xudo xolasa germetkani faqat mana bu slivni choklarga, slivni ichiga suv o'tmasligi uchun ishlatganmiz shu paytgacha biz. Chokka xudo xolasa tabiiy holatda keltirganmiz. Mana bu darvozaxonamizga mana bitta e'tibor berib ko'rsanglar o'zi bilinadi mana. Burchaklar, choklarni o'qinglar, ko'rib baho beringlar. High-tech stildagi ishimizga o'rtalarini mana nerjavaka yurg'izib berganmiz. Uni o'ta ideal holatda chiqdi, cho'tga chiqib qo'ydi. Dadil, alkofon desangiz ishonaveradi. Ancha-muncha tunkafonchilar ham kelib turib, alkofonmi deyapti o'zi ham. Bu bo'lgan voqea, bu hazillashayotganim yo'q. Tunkafonchilar ham kelib, bu alkofonmi degan holatlar ham bo'ldi. Chunki choklari ham chiroyli kelgan. Va fosani ham o'ta bagati, skromniy foson. Usturmalarimiz endi ko'cha tomonimizga olaman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, videolarimiz yuklaganimizdan birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'cha tomonimiz mana skromniy holatda qilib berganmiz bu joyni ham. Hop, bu yoqda usturmalar kichkina bo'lgani uchun bittali diplomat qilib berganmiz, 60 sm va vodostokalarni ham o'sha narx ichida o'rnatib berganmiz. Ko'cha tomonimizda ham slivlarni polni yangilab berganmiz. Endi oldi tomonini mana ko'rishingiz mumkin. Hovlimiz juda ham o'zgacha ko'rinishga keldi, bagati bo'lib, cho'tga chiqib qo'ydi o'zi ham. Teva tomondagi ag'a ham e'tibor berib qo'ygan o'qida. Cho'qqalarga ham qilich bo'lib turibdi mana uchlari ham. Cho'kini ham o'zi shaxsan o'zim chiziq qilib keltirdim. Mana sinishlarga, burchaklarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ishimiz sifatiga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, poddeshkada bo'lib tursanglar, xudo xolasa yangi videolarni qo'yib boramiz. Darvozaxonamizni qaranglar, okalar. Xudo xolasa o'zimga ham o'ta yoqdi. Chekkalarga alkofon yurg'izardi, bu joyda polni oppoq qilib nerjavaka qo'ydi, lekin o'ta chiroyli chiqdi. Mana shu joyi o'qinglar, 35 million tekis pul ketdi mana shu joyga. Bitkazib berdi. Polni latolarni olib, yangiladi, tunkafonlarni qilib berdi. Mana gipsa kardonlari ichida, hamma rasxod ichida 35 million so'mga qilib berdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa kastoyli ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz, vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqariga ham chiqamiz. Ob'yom kamida 500 kvadrat bo'lishi kerak, lekin vodiydan tashqariga chiqishimiz uchun sababi rasxodlarimizga qilinadigan foyda ketib qolyapti. Uzoqqa oz joyga uzoqqa borsak, shuning uchun kattaroq ob'yom bo'lsa, vodiydan tashqariga ham chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar.